Haybar kunida musulmonlar bilan yahudlarning qahramonlar o'rtasida juda ko'p muborazalar, yakkama-yakka olishuvlar bo'ldi. Musulmonlar hammasini yengishdi. Ana shu muborazalarning birida Yosir ismli pahlavon o'rtaga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unaqa uzun odamni ko'rmagandilar. Ko'rib turib 5 ziro bormi degan ekanlar. 2,5 metrli odam bo'lgan. Kim menga qarshi chiqadi deganda musulmonlardan hech kim chiqmaydi. 2,5 metrli odam. Tasavvur qiling. Ustida temiri bor, qo'lida qilichi bor, qalqoni bor. 2,5 metr. Necha kilo bo'ladi 2,5 metrli odam? Bu paytda odam. 2,5 metr. Zubayr ibn al-Avvom men chiqaman. Shunda Zubayr ibn al-Avvomning onasi Sofiya bint Abdul Muttolib mana shunday qilib tarbiyalagan. O'zi yurayli ayol bo'lgan. Ya Rasululloh, bolam o'ldirib qo'ymasmikin deganida inshaalloh bolangiz uni qatl qiladi. 1 soat olishib yengadi.